Assalomu alaykum qadrdon navbatdagi mo'shinamiz Nexia 2. Hop. Bu mo'shinlar qildi nima ishlar? Mana shu joy bor. Mana shu joy kras qilishimiz kerak. Buni bajarib bo'libdi. Elis mana bu joylarni keltirib chiqib bo'lgan, tushib bo'lgan, mana yoqqa chiqib qopti buni bari. Bu yoqqa kirib qopti. Shularni to'g'rilab zazurlarni tekislab biliz mana taraf ichida signal joyi bor ekan, ikki tarafda ham polni murdasini yechamiz, signallarni suvarga qilamiz. Bir qator hisob pedrovka qilib olamiz bunga. Qator yengil pedrovka qilib olamiz, ko'rsizlar holatini. Hop. Mana yerda bor, mana yerda bor. Bunga yo'lib endi buni ham sepish kerak. Sepmasa bo'lmaydi. Hop. Bu yerda yo'q. Tak. Bundan keyinchi orqa vampirda bor. Orqa vampir ham o'sha yerda bor. Mana şeyda bor. Böyle. Iloj bo'lsa shu pedrovka qo'yish kerak bir qator. Chiroyli yaltiratib. Shunaqa ishlar. Xolos. Shu ish olib qoldik. Xudo xohlasa chiroyli qilib beramiz inshaalloh. Kuzatib boringlar qadrdonlar. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Chiroyli mustahkam qilib beramiz inshaalloh. Mana xudo xohlasa Nexia 2 dan murdasini ochib tashladik. Endi ko'ramiz. Qanday holatda bu? Shularning kasalida negadir. Aynamancha. So'rga yana yo'llanadi. Nima qilib qo'yamizda? Mana Nexia'miz mana nima deydi? Kasalida bilan mana Nexia mana. Yorilib ketgan ekan ichlari. O'ndan shaqqacha mana. Ochsagina ko'rinadi. Ochmasangiz ko'rinmaydi. Ochmasdan oldingiz varka qildirilganda chiqan shulma qisir qilaveradi. Mana shu ishlarda ekan. Ichlarni hammasini ular svarka qilib keyin o'sha usulet qilib keyin buni yopamizda. Mana endi ochmadim, bag'ini o'zini ochdim. Mana endi yopib bo'ldim o'zi. Xayoldan ko'tarilib qopti video qilish. Mana splashni qo'ydim. O'shaqacha bundoq qo'yib, bu ko'p taglargacha mana bundoq svarka qilib, bu ko'p svarka qilib qo'ydim. Keyin buni qaytarib yopib qo'ydim. Endi o'shayda bobin svarka qilamizda. Bu yerga bundoq biror nima ustab qo'yamiz. Bo'ldi. Mana yerni yo'riqlarni svarka qilib qo'ydim. Bu yerdan bu orani svarka qildim ham. Yo'rilgan joy. Endi narigi taraf ochib ko'ramiz. Bilmayman, u yoq nima bo'ladi. O'njalda bag'da ham shunaqangi signal joy bo'lsa kerak buni orasida. Shaqt. Biz ochib ko'ramiz, bilamiz. Bag'da ham nakam, mana tumbasa mana. Signal. Shunaqa gaplar. Ishlab qilib uslab turibmiz. Qadrdonlar, mana mo'shini ham Nexia'ni ham o'sha pedrovkasini ham boshlab o'rdim. O'z bu tarafi oldilarni yig'ib ham bo'ldim. To'g'risi video ko'rish xayoldan ko'tarilib qopti kunduzi. Ish bilan bo'lib. Mana shunaqa holat, o'q mo'shni salaliga bilish qiyin, to'g'risi mana yaqinroq bo'lsa balki mana ko'rsatadi hammani. Mana pedrovka qilish kerak degan holatni mana yaqinroqdan ko'rsatsa mana ko'rinadi menda. Mana ayting, to'rtburchak qilib egalarga pedrovka qilib ko'rsatuvdim, o'shaning uchun chiziq
Bana pedalif qilingan qilinmagan. Mana ustilar mana pedalif qilmaganman. Lekin mana talabini pedalifga qilib bo'ldim. Mana bir silo yengil qildim, lekin mana kursilar shunaqangi o'ta chiroyli bo'lib ochilgan. Yengil bir silo qilib mana zo'r bo'ldi baribir. Mana ishni yana bir marta qilishim kerak, chunki mana joy ishqalgan joy mana bezayib turadi. 2 marta qilishim kerak. Mana ishqalgan joylarni mana bir marta qilganimda ham o'zi chiroyli bo'lib ochilib, zo'r bo'lgan mana. Altrab ochilib, xudo xolasa kapotlarni qilmadim. Kapot, tomlarga taraflarni endi qilamiz mana. Tomni mana holatini mana ko'rsizlar, mana qanday holatda mana. Shilinib chiziq bo'lib ketgan. Shuni endi o'zi pedalifga qo'yamiz. Kuzatib turinglar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Hop, mana Nexia'miz ham xudo xolasa tayyorlar. Shirimizni ko'rsatib beraman. Shirimiz nima bo'ldi? Mana zazorlar mana ichida edi. Mana ichida edi, baqa chiqib, ichida edi. Baqa chiqib, mana shunday qilib ikkilab qo'ydim mana shu zazorlarni. Zazorlarni to'g'lab qo'ydim. Bezrab yotganda pedalifga qilganimiz edi. Mana pedalifga qilib berdik. Mana bu defektlar bor edi. Ishlab kraska qo'ydik. Farni ham pedalifga qo'ydim. O'sha butun полностью pedalifkalarga chiqib qo'ydim. Ko'rib turgan naqshchoq go'zal bo'lib, chakki bo'lib ochildi. Mana o'yda mana qalpoq bor ekan, bitta qalpoqlari kam ekan. O'yda bor ekan. Qo'yib qo'ydim mana uni. Ularga podarka qilib. Mana defektlar bor edi, belini sepgandim, pedalifkalarni qilib, men chiroyli qilib qo'ydim. Yaltirashlar mana ko'rsizlar. Yaxshi, chiroyli. Yaltirashlar ham zo'r bo'ldi. Xullas, kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa chiroylab, beko'z qilib, jo'lat xizmatini qilib, cho'tki qilib chiqarib beramiz inshaalloh. Yaltirashlar ham zo'r paydo bo'ldi, mana ko'rib turibsizlar. Zo'r. Oq rang endi yaltirasa shunchalik. Oq rang anaqasini chiqarib berish qiyin-da. Yaltirashni holatga keltirish. Chiroyli o'childi. Oppoq bo'lib o'childi. Rangi oppoq bo'lib chiroyli o'childi. Shunaqa gaplarni o'zlari egalari bitta olib, mo'yka qilib, yedirib qo'yarlar, xudo xolasa. Mana zazorlarni o'sha aytganimda mana past balandida zazorlarni tekstildan chiroylab joyiga qo'yib qo'ydim. Shunaqa gaplar. Meksika. Legendarniy. Kelasi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling qadrdonlar. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Har safar aytganimda, Jiguli, Nexia, Lacetti, Malibu farqi yo'q. Qanaqa moshina bo'lishidan qat'iy nazar, chiroylilab kraska ishlarni, pedalif ishlarni qilib beramiz inshaalloh. Ko'zib ishlarni.